Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Chernovoy отделкаning narxida 3 xonali patkuch xonadonimizni sizlarga taqdim etamiz. Planirovkasiga qoyil qolasizlar. Sergeli tumanida bunaqa g'ayrioddiy planirovkaga endi ko'zim tushishi o'rtoqlar. Choshtepada, Qulay marti yonginasida, metroni biqinida joylashgan 3 xonali xonadonimiz umumiy maydoni 74,3 kvadratda tashkil etadi. Polotsenli qilingan, har bir xonamizda отопительный sistemali qilingan, barcha jihozlar qoldiriladi. Oshxonamiz juda ham добротный, taomlanish zonasi bilan studiya planirovkada qilingan. Bu yerda bo'lsa balkonimiz частный sektorga qarab turadi. Смотровая zona juda ham go'zal o'rtoqlar. Детская площадка, домофон, охраняемый двор, barcha qulayliklari mavjud o'rtoqlar. Bu yerda bo'lsa yotoqxonamiz, hattoki koridorda ham отопление jihozlangan o'rtoqlar. Bu yerdan chiqib yurishimizda navbatdagi xonamiz, gостиный xonamiz, zalimiz ham kichkina emas va yana bir alohida e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan narsa, sanuzillarimiz ham razdelniy qilingan. Patkuch qilingan ushbu xonadonimizning umumiy maydoni 74,3 kvadrat tashkil etib, barcha jihoz va texnikalari bilan birgalikda 80 ming $80 belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joyi bor. Bizga like va podpiska bosish efirdan chiqmasin.